and the bottom of the body axis is full of stem cells. O'z faoliyatini tanasi deyarli ildiz hujayralardan tashkil topgan. Ildiz hujayralar tinimsiz yangilanishi va istalgan tana yoki ichki a'zo hujayrasini yarata olishi mumkin. Insonlarda ildiz hujayralar, masalan, jigar va teri hujayralarini tiklay oladi. Inson organizmi ildiz hujayralari gidralarnikidek uzoq yashamaydi. Ular ma'lum vaqtdan keyin o'z faoliyatini to'xtatadi. Shu bois inson qariydi. Ichki a'zolari qayta tiklanmaydi. Gidralar esa boqiy hayot kechira oladi. U hayotini cheksiz davom ettiruvchi dunyodagi yagona mavjudotdir. Tabiatdagi jonivorlar turli kasalliklar, yirtqichlar, qandaydir ofatlardan nobud bo'ladi. Gidralar ham bundan mustasno emas. Tabiatning o'z muvozanati bor. Har bir organizmning belgilab qo'yilgan hayot davri bor. Har bir turning hayoti cheklangan. Hayot davri irsiyatga bevosita bog'liq. Ammo bunga tabiatdagi omillarning ham albatta ta'siri bo'ladi. Gidra bizga umrboqiy jonzotlar ham o'limga mahkum ekanini ko'rsatadi. Bu jarayonda barcha mavjudot birdek ishtirok etib kelmoqda. Agarda omadli bo'lsa, zebra 30 yoshgacha yashay olishi mumkin, ammo hayoti har daqiqada zavol topishi ehtimoldan xoli emas. Bu zebra kasal emas edi. U sog'lom va baquvvat edi. Ammo u yirtqichlar to'dasining umri uzayishi uchun yemish bo'ldi. Tabiatning qonuni shunday. U shunday ishlaydi. Yovvoyi tabiatda ulg'ayish katta xavf-xatardan o'tish bilan barobar. Bu jarayon yirtqichlarga ham tegishli. Mana bu yetakchi sher umri davomida ko'plab o'ljalarni ovlagan. Hozir ham to'da boshi. Biroq kun kelib, u yetakchilik vazifasini saqlab qola olmaydi. Vaqt o'tib, fillar ham qaytib keldi. Ajablanish, hayrat, xavf va himoya atrofdagi mavjudotlarni chulg'ab olgan.
Fillar o'z to'dasini sherlardan himoya qilishga kirishdi. Yetakchi urg'ochi fil to'dasi sherlar oldida qanday himoyalanishni juda yaxshi biladi. Fillar devor kabi turib olib, bolalarini himoya qilyapti. Ular xavfli olamda hayot kechirishni o'rgangan. Ayni damda bu alp qomatlarning omon qolish usulidir. Har bir to'da tadrijiy rivojlanish jarayonida o'z himoya usulini rivojlantirib olgan. Aqllilar orasida ulg'ayish aqlli bo'lib voyaga yetish imkonini beradi. Ular birgalikda xavfni qanday qilib bartaraf etish, qanday qilib yaxshi ota-ona bo'lish usullarini rivojlantirgan. Bu omillar xavfli olamda omon qolishga zamin yaratgan. Biz ulg'ayishning eng kichik jihatlarini aytib o'tdik. Tadrijiy rivojlanish jarayoni har bir mavjudotga uzoq umr ko'rishning o'zigagina xos bo'lgan usullarini taqdim etgan. Ibtidodan to intihoga qadar bosilgan har bir qadam bilan o'sha usullar qayta-qayta takrorlanaveradi.